Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'sh, ikki o'choqqa bir tandir bitta go'zal holatda chiqdi. Xo'sh, tanishtirib borgan bo'lsak do'stlar, birinchisiga 60 talik hamda 22 talik 16 talik tandirimiz, yoniga рабочий stol. Shunday holatda. Albatta kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Bu ijodimiz do'stlar Farg'ona viloyati Beshariq tumani G'alcha degan qishloqda bo'ldi. Ko'rib, sizlarning kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Rasxotiga kelayotgan bo'lsak do'stlar, 500 ta g'ish ketdi do'stlar. Ichiga bir 400 tacha oddiy pishgan g'ish ketdi. Hamda 9 kvadrat kafel ketdi. Hamda kamplik, eshikchalik kamplik. Bitta azbiz turba. Har doimgidek tortuv sinashlarni qilib boramiz. Key, Bekjon. Ozgina o'tin yoqdik do'stlar. Даже qiyna bo'ldi. Rasxotlari ancha yaxshi do'stlar. Bemalol qilsalaring bo'ladi. Tortuvlari o't yoqib ovqat qilayotganlaringda o'zlaringga issiq urmaydi. Bemalol ishlasalang bo'ladi, yonida turib, hamda holatda turib ham ovqat qilsalaring bo'ladi. Bo'ldi Bekjon, zo'r. Ya bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa do'stlar, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Hammaga rahmat.